Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga chet el yozuvchisi Jorj Ronald Ruel Tolkienning Hobbit yoxud Borib qaytish nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Britaniyalik adib Jorj Tolkienning qalamiga mansub Hobbit yoxud Borib qaytish romani turkumiga ona tilimizga tarjima qilishdan maqsad sehr jodu yoki afsungarlikni targ'ib qilish emas, aksincha yoshlarning yaxshilikka, adolatga, haqiqatga, mehr muhabbatga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlash, kindik qoni to'kilgan yurt vatanga bo'lgan muhabbatini yanada yuksaltirishdir. Asarni o'qigan yosh kitobxon murakkab hayotning ko'plab jihatlari, yaxshi yomonliklari, oq-u qorasi, yovuzlik bilan ezgulik o'rtasidagi mangu kurashdan oz bo'lsa-da vofiq bo'lishi, qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishish, bilimini oshishiga shubha yo'q. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron